o'z tutib yurgan telefonimda nechi pul olib qolasiz? Hali bozorga ham tushmasdan. Xo'p, nechi pul olasiz? Zarar deganingiz uchun keldim. Ha, zarar. Jonim mazlari yo'q bo'lgani uchun sotib yuboraman. Nima tinchlik? Shunaqa bo'lib qoldi. Hop, pul kerak. Обязательно. Nechi pul olasiz? Примерно menga olib qoling. Juda ham zarar. O'zi qimmatga olganman, lekin boshqa zarar bo'lgancha sotaman. Hop, qayerdalar oyingizlar? Bansiga tushib qolgan. Bansiga? Hop, nima aybi yo'qmi, yuzagan yo'qmi? Tekshirib oling. Yo'q, ko'rdim. O'zi boshqa aybi yo'qmi demoqchiman. O'zim ishlatganman, hech qanaqa. Hop, bitta gap aytaman, o'zi hammadan urushib talashib, arzon qilib, misol uchun boshqa odam bo'lganda 900 ga olardim. Pul zaril deganingiz uchun menga olib qovuraman sizdan. Xursand bo'ldim, lekin rahmat. Ha, ushlab turing. Aldamayotgan bo'lsangiz bo'ldi. Hop, pulni sanab oling, zarillik uchun, kerakligi uchun anaqa qo'ymanda. Xudo xolis kimga shunaqa ishonchli xizmatlar kerak bo'lsa, o'zimiz borib olib ketamiz, aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Hop, nimadir telefon kerak bo'lsa, variantga ham qilib beraveraman. Xudo xolisa bir oylarda ishim tushadi sizga. Bo'ldi, ishingizni bitirsangiz bo'ldi. Anaqa, hop 5000 ta 600 olaman, tekshirib olaman-da. Bo'ldi, tekshirib oling. Hop.